Assalomu alaykum. Men sizlarga kecha xushxabarlarim bor degan edim. Mana o'sha xushxabarlar, buni butun O'zbekistonga tarqatish kerak. Bu Oltinko'l tumani, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida juda katta bir loyiha qilingan, katta bozor qilingan, bozor uchun bino tashkil qilinganda 68 Shuhrat Qo'shaqboyevichga, ya'ni viloyat hokimiga alohida rahmat bu loyiha uchun. To'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchilar o'zini mahsulotini olib kelib mana shu yerda sotyapti. Nima uchun men bu yerga izlab keldim? Menga bir narsa qattiq alam qildi. Ipodrom bozorlarida yurar ekanman, mana bu Bekbaraka, Abu Sahida sotuvchilar faqat Xitoy mahsulotlarini qimmatroqqa, sifatli deb maqtab sotdi. Aksincha, O'zbekistonda o'zida Xitoydan ko'ra kerak bo'lsa 10 karra sifatliroq va 2-3 barobar arzonroq mahsulotlar sotuvda bor ekan. Kimda kim ulgurji savdo qiladigan bo'lsa, kimda kim sifatli mahsulotni O'zbekistonda milliy ishlab chiqaruvchilarini eng zo'r mahsulotlarini qulay narxda xalqqa yetkazmoqchi bo'lsa, bemalol Oltinko'lga kelib, Shahidtepa yodgorligi yonidagi Charim poyabzal showroomiga kelsa bo'ladi. Mana hozir men bolalarga, yuqori sinf bolalarga oyoq kiyimlarni mana shu yerdan oldim. Toza charimdan bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Toza charimdan bo'lgan qishki ichki mehli oyoq kiyimni topinchi qanchadan oldim? Mana shu narsani 400, 500, 600 ming so'mdan sotishadi Toshkent bozorlarida. Ya'ni Xitoyniki deb ham sotishadi. To'g'risi ham-da. Lekin bor yo'g'i 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda olsangiz bo'ladi. Donaga sotilmaydi ekan, lekin ulgurji oluvchilar kelib bemalol O'zbekiston milliy ishlab chiqaruvchilarni, Andijon milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlab, o'zlari ham yaxshi foyda ko'rsa bo'ladi. Bunaqa ajoyib loyiha uchun Andijon viloyati hokimligiga, mutasaddilariga va albatta Andijonni tadbirkor shu bilan birgalikda hunarmand xalqiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni kuzatib boring. Hali Namangan, Farg'ona tadbirkorlari haqida alohida to'xtalamiz. Vodiy baribir vodiyda.